Hech e'tibor berib ko'rdingizmi? Oxirgi paytlar multfilmlar juda ham o'zgargan. Siz farzandingizga, ukangizga yoki singlingizga televizor orqali beg'ubor multfilm qo'yib beryapsiz-ku, ammo birdaniga u yerda ikkita o'g'il bola bir-biri bilan o'pishayotgan sahnalar yoki bosh qahramonning onasiga qizlar qiziqligi va hokazo mana shunaqa mavzular. YouTube kanalimizda ushbu mavzular haqida juda ham ko'p gaplashganmiz. LGBT o'zi nimaligi va multfilmlardagi behayo sahnalar haqida. Bugun esa mana shu ikkita mavzuni birlashtirishga harakat qildik. Bugungi videoda siz bilan multfilmlardagi LGBT propagandasi, u o'zi qachon boshlangani va nima uchun ko'plab katta studiyalar LGBTni qo'llab-quvvatlash haqida gaplashamiz. Siz tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Твоя музыка, твои правила. Фортепиано, гитара, барабаны, vokal, sonata. Film industriyasi keskin o'zgardi. Misol uchun oldinlari qalin do'stlik, oila, sevgi, kulgu va sayohat haqida bo'layotgan multfilmlar hozirga kelib muhokamalarga sabab bo'luvchi mavzularni olib chiqishmoqda. Ya'ni bir jinslik muhabbat yoki jinsini alishtirish va hokazo shunga o'xshagan mavzular. Birinchi multfilmlar 30-50 yillar. U yerda yoshlarga yetkazilmoqchi bo'lgan asosiy mavzu aynan shular bo'lgan. Ya'ni do'stlik, oila, kulgu, komediya. 80 va 90-yillarni esa biz Disney erasi deb ayta olamiz. Qirol Sher, Aladdin, Rusalochka. 2000-yillar esa Pixar va DreamWorks. Super qahramonlar, fantasy va hokazo. Ammo 2015-yillarga kelib esa biz keskin burilishni guvohiga aylandik. Endi multfilm qahramonlari shunchaki kuchli va yaxshi emas, balkim har xil bo'ldi. Har xil deganda nimani nazarda tutganimni anglab yetgan bo'lsangiz kerak. Multfilmlarda bir jinslik sevgi, o'zini jinsini o'zgartirish va o'zini qabul qilish haqidagi mavzular juda ham keskin yoritilishni boshladi. 2020-yil esa Disney tarixda birinchilardan bo'lib gay qahramon obrazini o'z multfilmlariga kirgizdi. Bundan 1 yil o'tib esa Netflix trans qahramonni, ammo bu boshlanishi emasdi. Bu yillar davomidagi qilinib kelayotgan mehnat natijasi. 90-yillargacha LGBT mavzusi hech qaysi multfilmlarda deyarli bo'lmagan. Ammo 1998-yilda esa Simpsonlar birinchilardan bo'lib gay mavzusini olib chiqishdi. Dude looks like a lady. Clearly, beloved, we're here to join Veronica and Patty. 2005-yilda esa Arthur multfilmi. U yerda o'g'il bola va o'g'il bola o'rtasidagi sevgi aks etgan. Aynan o'sha yillari bu mavzu juda ham katta muhokamalarga sabab bo'lgan va Amerikaning qaysidir shtatlarida ushbu multfilmlar taqiqlangan. O'sha yillari multfilm ixlosmandlari bu shunchaki test bo'lgan deb aytishadi. Chunki u yillari studiyalar bu mavzuga juda ham ehtiyotkorlik bilan yondashardi. Ammo o'sha yillardan boshlab ko'plab studiyalar bu narsani normal holatga olib chiqish strategiyasini boshlashgan edi. 2010-yillarda AQSh siyosatida LGBT huquqini himoya qilish harakatlari o'sib borayotgan edi. 2015-yilga kelib esa AQSh sudi bir xil jinsli to'ylarga ruxsat berdi. O'sha yilning o'zidayoq Netflix hamda Cartoon Network LGBTni qo'llab-quvvatlash haqida ochiqdan ochiqchasiga e'lon qiladi va aynan studiyaning ichiga yangi konsultantlar olish boshlanadi. Ya'ni qanaqa konsultantlar ekanligini anglab yetgan bo'lsangiz kerak. 2018-yildan boshlab esa ochiq katta fazalar boshlandi desak bo'ladi. 2019-yil Shira va yengilmas malikalar Netflix. Bu yerda asosiy mavzu ikkita qizning o'rtasidagi muhabbat. 2020-yil Out Pixar. Bu yerda asosiy qahramon gay. 2022-yil G'alati dunyo multfilmi Disney. Bu yerda ham asosiy qahramon gay va bu yerda romantik sahnalar bor. Hozirga kelib 25 tadan ortiq multifilm, multiseriallarda LGBT syujetlar, LGBT personajlar mavjud. Va qaysidir qismini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Statistik ma'lumotlarga qaraganda AQShda o'zini LGBT man deb hisoblaydigan yoshlar soni 2 baravarga oshgan. Psixologlar shunday deydi. Bu erkinlik, ozodlik va qo'llab-quvvatlashning natijasidir.
2021-yil Disney shunday deydi. Biz yoshlarimizga haqiqiy hayotni qanday bo'lsa shundayligicha multfilmlar orqali ko'rsatishimiz kerak. Va bu LGBT personajlar va LGBT syujetlarni o'z ichiga oladi. Netflix, DreamWorks va Disney birgalashib shunday deyishadi. Biz multfilmlarimiz orqali har bir bolakay multfilmda o'zini ko'rishni xohlaymiz. Agarda jamiyatda geylar, transseksual va biseksuallar bo'lsa, bu narsa ekran orqali ham namoyish etilishi kerak. Ushbu mavzudan keyin odamlar ikkita tomonga bo'lindi. Kimdir bu narsani ma'qullab, bu narsa normalligini aytsa, kimdir bu ideyalarga qarshi chiqmoqda. Va men ham mana shu qarshi chiqayotganlar qatoridaman. Aynan mening farzandim, mening singlim yoki ukam televizorda bunaqa kadrlar, bunaqa syujet yoki bunaqa qahramonlarni ko'rishni istamasdim. Siznichi? Sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring. Ammo quvontiradigan joyi, bunday multfilmlar ko'plab davlatlarda taqiqlangan. Rossiya, Xitoy, arab davlatlari, hattoki AQShning o'zida ham minglab ota-onalar qaysidir multfilm studiyalari va qaysidir LGBTni targ'ib qilmoqchi bo'lgan maktablarga o'z noroziliklarini bildirib, sudga ariza yozishgan. Qisqartirib aytganda, video mana shu bilan o'z yakuniga yetadi. Bugungi videoning asosiy maqsadi sizni ogohlikka chorlash edi. Ya'ni sizning farzandingiz, ukangiz, singlingiz telefon orqali qanaqa multfilmlarni ko'ryapti? U yerda nima targ'ib qilinyapti? Mana shularni nazorat qiling. Bizni qo'llab-quvvatlashning yo'li bu bizning kanalimizga obuna bo'lib, mana shu videoga like bosib va yaqinlaringizni ham ogohlikka chorlash uchun bu videoni ularga jo'natish. Siz bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.